Azizlar, assalomu alaykum. Bugun kech bo'lishiga qaramay, yana sizlar bilan Avitsena Plus Med Service klinicasidamiz. Bugun Avitsena Plus Med Service klinikasida ajoyib yangi texnologiyasi bo'yicha fizioterapevtimiz Zarifa Qahhorovna sizlarga bugungi kunda erkak va ayollarda uchraydigan semirib ketish muammolarini qanday qilib tezlik bilan bartaraf qilish yo'llarini tanishtirib o'tadilar. Yuringlar, birgalikda tanishib o'tamiz. Zarifa opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Kelinglar. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bugungi kunda o'sha shaharda duv-duv bo'lib ketdi. Avitsena Plus Med Service klinikasiga semizlik, qorin qo'yish muammolarini tezlik bilan bartaraf qilish bo'yicha yangi texnologiya deymizmi, yangi texnika kelibdi deymizmi? Shu texnika bilan keling, bugun obunachilarimizni tanishtirib o'tsak. Albatta, bizda Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan vibroterapiya apparatimiz kelgan. Buni funksiyalari juda ko'p ekanki, qorindagi yog'larni, ya'ni atoklarni, ortiqcha suvlarni, tuzlarni eritib bartaraf qilar ekanki, yarim soatda uje bilinadi foydasi. Yarim soat ichida qizdiradi, eritadi, uradi. Limfa nurlari bor, lazerlari bor, tortqich surg'ichlari bor. Buni faqat ozdirishda o'zi emas, balkim bu grijalarga ham, orqa umurtqa pog'onalariga ham, любой kasalliklarga, insultdan keyingi holatlarga ham, masalan, o'shish, bemorlardagi ko'p masalan holsizlik bo'lishi mumkin, ortiqcha vazn deymiz, masalan, atoklar ko'payib ketadi, metabolizm o'zgarishlari, ana o'shalarda hammasiga foydasi bor ekan. Buni ko'pchilikda sinab qo'yib, effektini bildik. Bir haftaning ichida o'zi nima olishni boshladik, natija. Ya'ni bunimizni qo'yganimizda yarim soatda ichida o'zi inson tanasidan ortiqcha suvlarni, ya'ni atoklarni surishni, chiqarishni boshlaydi, qizdiradi, eritadi, ya'ni yog'lar, suvlar, tuzlar tanadan chiqishni boshlaydi. Bemor yarim soat ichida sezadi. Yarim soat ichida sezganlaridan keyin o'zlari bir-birlariga muloqotga kirishgan holatda o'zlari olib kelishyapti. Ya'ni bir marta olgan mijoz, boshqasini tavsiya qilyaptilar, o'zlari kelishyapti. Avitsena Plus Med Servicega Zarifa Qahhorovnaga murojaat qiling. Fizioterapeutimiz mana shunday muolajalar bilan sizlarni eng yaxshi zamonaviy holda ko'rkam ko'rinishga kelishlaringga yordam beradilar. Sog' bo'ling.